Bugun sizlar bilan O'rta Osiyoda yagona bo'lgan Jitur T2 haqida gaplashamiz. Ushbu avtomashinaga naqd bitta mashinani, ya'ni 13 ming dollar pul ketgan desam, ishonasizlarmi? Ushbu maxluqni siz qaysi avtomashinaga o'xshatdingiz? Albatta Range Rover Defender. Diskasiga kelsak, originalni shtampovini Range Rover diskasi, narxi esa atigi 3,5 ming dollar. Ushbu avtomashinamizni salon ichki qismiga naqd 3,5 ming dollar pul tikilgan. Звездное небо, Alcantara salon va oranjevый koja, undan tashqari qo'shimcha monitor uchun. Qolgan 6 ming dollar esa mashinani tashqi qismiga rasxod qilingan, ya'ni to'liq Range Rover qilingan. Kimga ushbu avtomashinani shunaqa ko'rinishi kerak bo'lsa agar, Sultanov Motors kompaniyasini barcha filiallariga tashrif buyurib, shu ko'rinishga mashinangizni keltirishingiz mumkin. Ayniqsa Jitur Qarshida. Barchangizni kutib qolamiz.